Akrom aka kuxnyani ko'rib просто wow deyordim, aka. Bitta keling, hozir tushuntiraman nimaligini. Aka, men o'ylashimcha, kuxnyamizga kamida $30,000 sarf qilingan. Nimaligini aytaymi, aka? Mana mebellarimizni reflyon stilda qilingan, e'tibor berishingiz mumkin, Akrom aka. Bundan tashqari, mana bu yerdagi servirovkamiz, ularning rangi, interyerimizga umumiy uyg'unligi juda ham idealniy podobranniy. Bundan tashqari, aka, uyimizda stereo sistemamiz bor ekan, ya'ni mana bu yerdan bu narsani regulirovать qilsa bo'ladi. Oshxonada ayollarimiz ovqat qilishayotganda, yo qanaqadir mehmongarchiligi, tayyorgarchilik etayotganda muzika qo'yib, zo'r kayfiyatda ovqat tayyorlashsa bo'lar ekan. Bundan tashqari, aka, mana skriti mebellarimizning orqasida mana shunaqa texnikalarimiz bekilgan. Bu yerda, aka, muzlatgichimizni ko'rishingiz mumkin. Teglari degan, morozilkalari. Bundan tashqari, Akrom aka, ayollarimizning qulayligini inobatga olgan holda bu yerda skriti posudomoyga qo'yishgan ekan, aka. Zo'ra. Aka, yana bitta narsani ko'rsatib o'tib ketishim kerak. Bu yerda uyimizning yuragi bo'lgan isitish tizimimiz bekitilgan, aka, ko'rsating. Menimcha, mashina o'ziga, aka, bir $15,000 sarflaganlar, aka. Nima deb o'ylaysizlar? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.